Ne kularsan nima bo'ldi? Yo'q, ayni aytib bersam ishonmaysan. Hol nima bo'ldi, aytchi? Kecha masjidga ustoz yoniga chiqqan edim. Holimdan shikoyat qilib. Ishli o'xshamayapti, puli yo'q, nimaga qo'l ursa yurmayapti. Uyi sharoitigacha yetdim-da. Tom teshigu, chakka o'ti. Shulargacha yetdim-da. Nima dedilar bilasan? Nima dedilar? Shu yoshligingizda mana shu kunlarni nima deb so'ragansiz? Nima deb duo qilgansiz dedilar-da. Endi esingda bormi yo'qmi? Shu yoshligimizda 15-20 kishi bitta uyda ijarada turardik. Endi duolarda shu qiynalgandanmi? Ey Allohim, shu tomda teshik bo'lsa ham o'zimizdan uyimizda bo'lsin deb so'rardik-da. Tomni teshik uy so'ragansizlar. Mashalloh. Uni qara, nimani so'ragan bo'lsa Alloh shuni berganda. Shunga ustozda yoshlikdan o'rgatishadi, do'stim, duoni to'g'ri qilinglar. Alloh so'ragan narsalarni ijobat qiladi. Kechadan o'zimga so'z berdim. Ana endi himmatni baland qilaman. Duoni bo'lsa butun qilaman. Inshaalloh. Alloh nasib qilsin.